Yo, salom do'stlar. Mana bunaqa modli o'yinni yuklab olishni istaysizmi? Unda men sizga buni o'rgataman. Mana bu yerga mana bunaqa ilovani bosasizlar. Chrome degan ilovani. Internet qo'shuvsiz qolib ketdi. Mayli, hech nima qilmaydi. Va yozasizlar. Stickvar. Legacy mod up latest where mana uni ajratib yozasizlar. Version va qidirasizlar. Endi aynan mana shu saytga kiringlar. Men bunaqa stickvar lagini yuklaganman. Mana uni bosasizlar. Aynan shuni. Qayta yuklab olish menda yuklab olingan. Qayta yuklab olish nimaga bo'lmayapti? Mana 7 ta fayl yuklab olinmoqda. Men buni ko'paytirib yuboraman. Uzr. Mana shuni yuklaysizlar. Mana bu yerda men yuklagandim. Keyin shunga kirasizlar. Noaniq. Yangilash o'rnatilmoqda. Xo'sh, o'rnatilyapti. Yaxshi. Keyin o'rtadagi yumaloqni bosasizlar. Undan keyin mana o'yinga kirasizlar. Menikida shunaqasi chiqayapti nimagadir. Bu nimagaligini bilmadim. Menga ham qiziq bu. Keyin ichiga kirib ko'rasizlar. Va mana bunchalik. Faqat sizda mana shunaqa narsalar bo'ladi. Faqat mana shunaqa. Haykalsa mana shunaqa. Video sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Keyingi videoda esa Minecraft haqida gaplashamiz.